Amir avtosavdoda sizlar uchun yana bitta arzon narxga yaxshi Damas mashinasi 2011-yil okalar. Mashinaning holati yaxshi holatda, balon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Balonlari ham zo'r holatda. Kraskasiga keladigan bo'lsa okalar, akamiz tomdan pastaga roziman deyaptilar. O'zingiz uchun bir qator tekshirtirib, prerka qildirib olaverasizlar. Salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Salonlar ham yomon emas, yaxshi holatda. Mashinaga chexol, polli solingan okalar, magnitofon kolonkalar qo'yilgan. Temir gaz balonlar ham ustanovka qilingan. Motor korobkalarida umuman ishlar yo'q ekan. Zaddimizda ozmoz ovozi bor ekan okalar. O'zingiz uchun buni ham bir qator tekshirtirib olasizlar. Biz ham egalardan olingan ma'lumotni to'lig'icha yetkazib beramiz. Qolgan ma'lumotni o'zlaridan olishingiz mumkin. Asosiysi okalar, narxi shikolat narx bo'ldi. Narxini okalar sizlar olib maza qilib minishingiz uchun akamiz bilan tortishib $2700 baholandi. $2700 2011-yil minishga tayyor, texnik tomonlama muammolar yo'q. Damas mashinasi. Egalar nomerlarini qoldiraman, telefon qilib barak qilishingiz mumkin okalar.